Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Limon Plus kanalida yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bor kirib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha like tugmalarini bosish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Shu yangi videolarimizni qo'yganimizda sizlarga уведомление boradi va yangilarini ko'rib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz va opa-singillarimiz uchun, do'mboq ayollarimiz, o'rta vazndagi ayollarimiz uchun ham yangi fasondagi, yangi kelgan so'nggi modadagi liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu ko'rsatilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirib boryapman va har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boraman. Ushbu silka orqali kirib liboslarni razmeri va narxlar bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham, adminimizning nomerini ham yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi liboslar nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham razmeri va narxlar bilan joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, bemalol ekrandagi adminimizning nomeriga murojaat qilishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.